biz traktorlar qassobxonasiga kelganmiz. Bu yerda texnikalar uchun 100 dan ortiq, 1000 dan ortiq turli xildagi zapchastlar bor. Video davomida ko'rsalaring hamma narsalarni narx-navolari bilan aytib o'tganmiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, bir donani like bosib qo'ying. Bu tomonimizda esa TTZ traktorimiz, bu yog'imizda tarafga zatimiz zapchastlar. Xo'sh, shunday traktorlarni shu holatda sotishadi ham, mana shunaqa traktor sotaman deb yurgan akalarimiz bo'lsa, olishadi ham, aloqaga chiqaverasizlar. Assalomu alaykum bizni kuzatib boruvchi obunachilar. Bugun biz Farg'ona viloyati Buvayda tumaniga kelganmiz. Shu holatdagi traktorlarning obzorlarini qilib o'tamiz. Bu yerda traktorlar sotiladi ham, shunaqa traktorlaring bo'lsa, bu traktor egalari olishadi ham do'stlar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizning kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, bir donagina like tugmachasini bosib qo'ying. Bizda doim yangilar bo'lib kelgan. Bo'lmasa videomizni boshladik do'stlar. Mana do'stlar, bugungi videomizni ham boshlab oldik. Bo'lmasam sizlarni narx-navolar bilan hammasini tanishtirib o'tamiz. Dokumentlardan umuman muammo yo'q. Hammasi ishlab kelib to'xtagan texnikalarimiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Aka, bu 28 ni narxlari qanaqa? 15 million deyapmiz. 15 million. Kam bor aka? Kam bor. Motorlari yaxshi. Balon motorlariga yaxshi ishlab turgan texnikamiz ekan. Men bir aylantirib sizlarga ko'rsatib o'taman. Kimgadir qayeri kerak bo'ladigan bo'lsa aka, yechib beraverasizmi? Yechib berilaveradi. Bu TTZimizcha aka, kultivasiyalar bilan. TTZ 60. Narxi qanaqa aka? Narxi 15 million. 15 million. Kultivasiyasi bilanchi? Kultivasiyasi bilan 20 million. Kultivasiyasi bilan 20 million ekan. Necha kultivasiya aka bu? 76. 76 kultivasiyalari bilan tayyor holatda. Juda ko'pchilik 76 kultivasiya so'rashyapti. Aloqaga chiqaverasizlar. Bitta chiroyli qilib, mo'ykani qilib, oladigan odam yoq bu yoqqa qarab minilaverar ekan. Holatlari. Ichidan ham topaylik. Hali ham like bosmagan bo'lsangiz, bir donagina like tugmachasini bosib qo'yasizlar do'stlar. Bu 28 aka? 12 million. Bu ham yuradi aka? Yuradi. 12 million. Bizni obunachilardan chiqsa aka, yo'l qo'yib berasiz-a? Ahror o'z kanalidan deb murojaat qilsangiz do'stlar, yanada yo'l qo'yib berishadi. Holatlarni ko'rsatib boraveraman. Bu yoqda 28 torkasoli traktorimiz. Bunimiz narxi qancha aka? 2000 dollar deyapmiz. Motor karabkasi zo'r. 2000 dollar motor karabkaga javob. Shuni olib ishga tayyor ekan aka. Umuman rasxod yo'q, tayyor texnikamiz. Ochiladimi? Bekiga. Orqalari yaxshi holatda turgan texnikamiz. Bu TTZimizcha aka? TTZimiz 20 million. 20 million so'm kam bor, kelishtirib beriladi. Men hozir u yoq tomondan ham videoga olib qo'ysam. Do'stlar, holatlar. Ichlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bunisicha aka, oxiri TTZimiz. Bunisi 30 million deyapsiz, kam bor. Motor karabkasi yaxshimi?
30 million kam bor ekan, motor korobkalari yaxshi. Balonlar ham yaxshi. Mana balonlarni ham ko'rishlaring mumkin. Akkumulyator qo'yib qo'ysa bo'ldi. Akkumulyator ham qo'yib beraverasizmi? Bo'ldi aka. Mana yangi nimalar qo'yib qo'ygan ekan. Xo'sh, bu yerda ko'rib turgan 6 ta texnikalaring hammasi sotiladi. Shunaqa texnikalar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bu akamiz olishadi ham. Shunaqa texnika qidirib yurgan akalarimizga videoni jo'natib qo'yamiz. Mana prinsipa? O, oxirdagimi? Yo'q, bu videoni davom ettiramiz. Xo'sh, mana bu yoqdagi olib endi dilli bazalar ham bor ekan, sotiladigan, kelishib narx-navolarni gaplashlari mumkin. Navbatda prinsipimiz sotilar ekan. Mana setkalari bilan komplik. Nimalarda sverga tekkan joylar planka qo'yilgan ekan. Prinsip so'ragan akalarimizga videoni tirs jo'natib qo'yasizlar do'stlar. İçini ham ko'rsatib o'taman. İchlari qo'g'irg'ali. Setkalari yaxshi remont qilib qo'yilgan ekan. Bu prinsipimiz narxiga keladigan bo'lsak, 12 million setkalari bilan komplik berishar ekan. Xo'sh, bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, do'stlar, kultivatsiyalarida chizel rama, bloklar. Bular 60 kultivatsiyalar ekan. Holatlarni ko'rishlaring mumkin. Shuni olib traktorga taqilsa bo'ldi. Biror yerda ishi yo'q. Aka, bu kultivatsiyamiz narxi qanaqa aka? 7 million deyapmiz. 7 million aka. Yangi pason. Bunisi-chi aka? Bunisi eski vipiskasi. Eski vipiska. 6 millionga beraveradi. 6 millionga berilaveradi. Bular aka, bu ikkovi necha ariginda turibdi agatda? 60. Agat sxemaga tushadi. Bo'ldi aka. Kombaynga balon qidirib yurgan akalarimizga mana chiroyli ish berar ekan. Yaxshi holatda turibdi akalar. 1,5 millionga berib yuborar ekan. Blok zadoklarimiz qanchadan aka? 1 million. 1 milliondan. Bu chizel ramamiz aka? Komplet bu ham, tuyoqlari ham. Oyoqlari ham bor aka. Qancha qilib beramiz? 2 million qilib berishar aka. Shu oyoqlari hammasi bor ekan. Endi sizlar bilan bu traktorlarni shu maydalab so'yiladigan joyiga o'tamiz. Bu yerda ham video qilamiz endi. Mana do'stlar, so'yiladigan, pachaqlanadigan yerga keldik. Sizlar bilan bularda narx-navolarni tanishtirib o'tamiz. Bularimiz narxlarini o'zingiz chiroyli qilib tushuntirib, nomlari bilan aytib o'tasiz. Satelit to'g'monlar, nomerlar 1 million. 1 milliondan satelit to'g'monlarga. O, vallarimiz qanaqa ekan aka? Vallarimiz 28 larga 300 mingdan boshlab 500 mingga sotilyapti. Emtizlardagi 800 mingdan boshlanadi, 2 million sotilyapti. Holata qarab. Mana trubkalarimizni ko'rib turibsizlar. Xohlagan traktorga xudo xolasa bor aka. Bularning narxini qana aytib o'tib ketamiz. Qanchadan qanchaga? 30 so'mdan berilyapti. Donasi 30 mingdan kelaveradi aka. Bo'ldi. Kimga qayeri kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, kelib, ko'rib, olib ketishlari mumkin. Chiroyli qilib, yo'lida qilib berishadi do'stlar. Buni ishlankalarimiz aka, zavodskiy o'sha rossiyskiy deganlarga 25 ming 30 ming 25 ming 30 ming tanlab olishaveradi aka. Mana shularnikilar ham prinsipni qo'llari qanchadan aka? Mana shular ham juda ko'pchilik so'rashadi. Bular 50 mingdan 150 ming sotilaveradi. 50 mingdan 150 minggacha holatiga qarab. Mana
o'ng chap qo'llarchi aka? Bularmi? Bular 100 mingdan boshlab 200 ming sotib 100 mingdan 200 minggacha yaxshisi. kelib olaverasizlar. O'sha qarab ketaveramiz. Aka balonlar qanaqa balonlar holati aka? Qanchadan qanchagacha o'sha plus minus qilib 500 ming so'mdan boshlab 4 million so'm, 5 million so'mgacha sotilyapti. ha bo'ldi aka yashang. Bu chayonlarimizchi aka? 350 ming, 300 ming sotilyapti. 350 ming, 300 ming holatiga qarab olib ketaverasizlar. 28 baklarimiz hamma texnikalarga xudo xolasa kelib zapchast topib ketaverasizlar. Aka bu silindrlar narxichi 75, 90, 100 lik hammasidan bor ekan-a? 200 mingdan 400 ming sotilyapti silindr. 200 mingdan 400 minggacha. Kolobkalar bor. Galobkalarchi aka bular qanaqa ishlash holati, ishlab turganmi, remont qilish Ishlab kerakmi? turganlari bor, remont qilinmagan, nariyoqda turibdi. Ha. Shu remont qilingan tayyor narxini ayting aka. 1,5 million so'm sotilyapti. Kelishdi. 1,5 million. Tayyor, shunday olib borib qo'ysa. Tayyor, ha? Bo'ldi aka yashang. Xo'sh, har xil filtrlarimiz bor ekan. Bularni ham kelib yoqqan bo'lsa tanlab, xudo xolsa arzon narxlarda kelishtirib berishadi. Olaverasizlar. Mana shu aka diskasi bilan mana shu 13 bolalar qancha aka? Mana shuni olib, shuni qo'yaman deganlarga. Bir jupi. Bir jupi 2 million, 3 million sotiladi. 2 million, 3 million. Mana umuman yorug'lar xudo xolasa yo'q. 1-2 yil xizmat qiladigan nimamiz, balonlarimiz. Bu texnikamiz ham aka mana shu holatda kerak bo'lsa, mana shu holatda ham sotilaveradi. Emtizi. Buni narxi qanaqa deymiz aka? Mana shu holatda 18 million berib, mana shu holatda shuni olib ketishlari mumkin ekan. Zadoga. Qancha aka bu? Kampilik turibdi shekillar tayyor. Buni ham 18 million deyapti. Holati zo'rmi? Zo'ra. Bo'ldi. Ko'lishtirlar, turlardan bor, hammasidan. Xo'sh, emtiza 28, titizlarga orqa lobog'oy, eshiklar hammasidan bor. Aka, uni 28 eshiklar qanaqa? Bu emtizlar ham bormi? Emtiza ham bor. 28 liklar 50 mingdan 100 ming sotilyapti. 50 mingdan 100 minggacha 28 eshik. Titizlar 200 mingdan 300 minggacha sotilyapti. 200 mingdan 300 minggacha. Aha. Emtizalardagi 100 ming 150 ming sotilyapti. 100 ming 150 ming. O, laboylar holatiga qarab qanaqa aka? Laboylar 100 ming 200 ming sotilyapti. 100 mingdan 200 minggacha. Arzonroqlari ham bor. 28 kabinamiz aka? 28 kabinani 800 ming 1 million sotilyapti. Hammasi kampilik. Kampilik, aynak eshiklari bilanmi? Ha, yaxshi aka. Holatlarni ko'rishlari mumkin, eshiklar. Sizlar bilan endi ko'cha tomonga chiqamiz. Mototimizimiz ham aka yurib turganmi? Qancha aka bu narx? 26 million. 26 million kelishtirib berishadi. Bu yerda remont ishlari, shunaqa ishlar olib borilyapti. Aka bu 28imiz nima qancha perdok oldi perdoklarimiz? 800 mingdan 1,5 million sotilyapti. 800 mingdan 1,5 milliongacha. Pissalarchi aka? Pissalar 500 million sotilyapti mana shu. 500 mingdan mana shu holatdalari. Ular arzonroq. Orqalari qancha ular arzon? Ular 100 ming. 100 mingdan pissalarimiz. Nutta ko'jiklar bor. Qancha nutta ko'jiklar aka? 1 milliondan nutta ko'jiklarimiz. Shu yoqda balonlar, o ag'ri traktorlarimiz turibdi, ular ham hamma soatlari shu yerda videoda nima chiqqan bo'lsa, mana shu temirlar xudo xolasa chiroyli narxlarda sizlarga kelishtirib berishadi do'stlar.
balonlarimiz ham kelib joylashmoqda joylariga. Bu yerda diskalarimiz bor. 13, 9 diska, 76 diska. Hamma diskalarimiz ham bor. Aka, bu 76 diskalarimiz jup qancha? 3 millionga kelishtirib berasiz aka. 9 diskalarchi? 600 million. Holatiga qarab olaverasizlar do'stlar.